Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan ota muhim, so'zsiz har bir fuqaroga daxldor bo'lgan bir mavzuni muhokama qilish uchun yigildim. Ushbu videoni 5 maygacha ko'rib chiqishingiz shart, chunki bu sana sizning mol-mulkingizga, davlatdan olinadigan imtiyozlaringizga va hatto moliyaviy barqarorligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishlarning so'nggi muddati hisoblanadi. Agar siz bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirsangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz, mol-mulkingiz bilan bog'liq hujjatlarning ahamiyatini yo'qotishingiz yoki davlat tomonidan beriladigan yordamlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun, iltimos, diqqat bilan tinglang va hozirning o'zidayoq kanalimizga obuna bo'ling hamda ushbu videoga like bosing. Bu videoni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p fuqaro o'z huquqlarini himoya qila oladi. Muammoning mohiyati shundaki, mamlakatimizda ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish va fuqarolarga ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimida ulkan o'zgarishlar yuz bermoqda. Ilgari siz mulkingizni qog'oz hujjatlar asosida, turli idoralararo tashriflar orqali ro'yxatdan o'tkazardilar. Har bir kadastr hujjatini rasmiylashtirish yoki yangilash uchun vaqt sarflanar edi. Bu esa byurokratiyaga, navbatlarga va ba'zan tushunmovchiliklarga olib kelar edi. Har bir hujjatning o'z shakli, o'z tartibi bor edi va bu jarayonlar uzoq davom etadi. Masalan, biror uy sotib olganingizda yoki merosga olganingizda kadastr idorasiga borib, hujjatlarni topshirib, so'ng bir necha kun yoki hatto hafta kutishingizga to'g'ri kelardi. Xuddi shunday, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiya olishni istagan oilalar ham ko'plab qog'oz hujjatlarni to'plashlari, mahallaga, ijtimoiy himoya idoralariga murojaat qilishlari va bu jarayon bir necha bosqichdan iborat bo'lar edi. Bu tizim o'zining kamchiliklariga ega edi, chunki ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan integratsiya qilinmagan, ma'lumotlar yangilanishi sust edi va bu holat ba'zan xatoliklarga yoki hatto suiiste'molliklarga ham yo'l ochib berardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan yagona davlat kadastri, axborot tizimi to'liq ishga tushirildi va shu bilan birga ijtimoiy himoya tizimi ham ushbu tizim bilan to'liq integratsiyalashmoqda. Bu degani barcha ko'chmas mulk obyektlari haqidagi ma'lumotlar, ularning egalari to'g'risidagi ma'lumotlar, kadastr qiymati, maydoni va boshqa barcha tegishli ma'lumotlar yagona raqamli bazaga kiritilmoqda. Ushbu tizimning asosiy maqsadi shaffoflikni oshirish, byurokratiyani yo'q qilish, ma'lumotlarni tezkor yangilash va fuqarolar uchun qulaylik yaratish. Ammo eng muhimi, mavjud bo'lgan barcha ko'chmas mulk egalari va ijtimoiy himoyadan foydalanuvchilar o'z ma'lumotlarini shu yangi tizimda 5 mayga qadar tasdiqlashlari yoki yangilashlari shart qilib belgilandi. Bu muddatning qat'iyligi shundaki, 5 maydan keyin eski usuldagi ro'yxatdan o'tganlik haqidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda eski deb topilib, yangi tizimda qayta ro'yxatdan o'tmagan mulklar bilan bog'liq tranzaksiyalar to'xtatib qo'yilishi mumkin. Shuningdek, ijtimoiy himoya to'lovlari ham shu sanadan keyin qayta ro'yxatdan o'tmaganlarga to'xtatilishi ko'zda tutilgan. Bu chora-tadbirlar davlat tomonidan aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, resurslarni oqilona taqsimlash va har bir fuqaroning huquqlarini raqamli muhitda himoya qilishga qaratilgan. Keling, endi batafsil ko'rib chiqamiz. Siz nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga bu o'zgarishlar unchalik ta'sir qilmaydi. Birinchidan, kim xavotirlanishi kerak? Bu masala birinchi navbatda ko'chmas mulk egalariga, ya'ni uy-joy, yer uchastkasi, do'kon, ofis yoki biron bir bino inshootga egalik qiluvchi barcha shaxslarga tegishli. Shuningdek, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiya, elektr energiyasi, gaz, suv bo'yicha imtiyozlar oluvchi yoki yaqin kelajakda ularni olishni rejalashtirayotgan oilalar ham diqqatli bo'lishlari kerak. Bundan tashqari, yaqin kelajakda ko'chmas mulkini sotish, hadya qilish, garovga qo'yish, meros qilib qoldirish yoki boshqa biron bir notarial harakatni amalga oshirishni rejalashtirayotgan har qanday fuqaro uchun bu ma'lumot juda muhimdir. Ikkinchidan, nimalarni bilishingiz kerak? Yangi yagona davlat kadastri tizimi to'liq ishga tushdi va u sizning mulkingiz haqidagi barcha ma'lumotlarni raqamli formatda o'z ichiga oladi. Agar sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar ushbu tizimda mavjud bo'lmasa yoki eskirgan bo'lsa, siz uni 5 maygacha yangilashingiz shart. Bu degani siz ilgari qog'oz shaklda olgan kadastr hujjati, mulkchilik guvohnomasi yoki boshqa shu kabi hujjatlarning raqamli tizimda to'g'ri aks etishini ta'minlashingiz kerak. Aks holda, o'sha eski hujjatlar bilan kelajakda hech qanday operatsiya o'tkaza olmasligingiz mumkin. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz.
Bir misol, Ahmad aka Toshkentda 2005 yilda sotib olgan uyga ega. Uning qog'oz shakldagi kadastr hujjati bor. Ahmad aka 5 maygacha o'z ma'lumotlarini yangi tizimda tasdiqlamasa, ya'ni o'zining uyga tegishli kadastr ma'lumotlarini yagona davlat kadastri tizimiga kiritmasa yoki mavjudligini tasdiqlamasa, 5 maydan keyin uyni sotish yoki garovga qo'yish uchun notariusga borganda jiddiy muammolarga duch keladi. Notarius uning mulki tizimda yo'qligi sababli hujjatlarni rasmiylashtirishdan bosh tortadi. Natijada Ahmad aka avval kadastr tizimiga borib, ma'lumotlarni kiritib, so'ngra notariusga qayta murojaat qilishi kerak bo'ladi. Bu unga ko'p vaqt va asabni yo'qotishga olib keladi. Undan tashqari ushbu jarayonni kechiktirgani uchun ma'muriy jarima ham to'lashi mumkin. Hatto 2024 yilning ikkinchi yarmidan boshlab ba'zi holatlarda eski namunadagi qog'oz kadastr hujjatlari butunlay yuridik kuchini yo'qotishi mumkinligi haqida ogohlantirishlar mavjud. Ikki misol, Nodira opa yolg'iz ona bo'lib, davlatdan uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiya oladi. U har oyda to'lov qog'ozlari bilan birga subsidiyani ham olib kelgan. Lekin hozir bu tizim ham raqamli platformaga o'tgan. Nodira opa 5 maygacha o'zining ijtimoiy holatini yangi raqamli tizimda, ya'ni subsidiya olish uchun elektron platformada qayta ro'yxatdan o'tkazmasa yoki ma'lumotlarni yangilamasa, 5 maydan keyin unga subsidiya to'lovi to'xtatiladi. Chunki eski ma'lumotlar bazasi deaktivatsiya qilinadi. U subsidiyasiz qoladi va qaytadan ariza topshirish uchun ko'p qog'ozbozlikka duch kelishi mumkin. Bu esa uning oilaviy budjetiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tasavvur qiling, uning oylik subsidiya miqdori 300 so'm bo'lsa, bir oy yo'qotish 300 so'm. Agar bu jarayon uzoqqa cho'zilsa, bu miqdor yanada ortishi mumkin. 3 misol, Husan aka kichik tadbirkor. Uning xususiy korxonasi uchun 2010 yilda sotib olingan do'kon binosi bor. Do'kon egasining nomi Husan aka sifatida kadastr hujjatlarida ko'rsatilgan. U 5 maygacha ushbu mulkning ma'lumotlarini yangi tizimda tasdiqlashi shart. Agar u bunga e'tibor bermasa, kelajakda biznesini kengaytirish uchun do'konni garovga qo'yib kredit olmoqchi bo'lganida, banklar uning mulkini yangi tizimda ro'yxatdan o'tmaganligi sababli qabul qilmasliklari mumkin. Bu uning biznes rivojlanishiga to'sqinlik qiladi va moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Hatto soliq idoralari ham yangi tizimdagi ma'lumotlar asosida hisob-kitob qilishni boshlagach, eski ma'lumotlar bilan bog'liq xatoliklar yuzaga kelishi va Husan aka tomonidan ortiqcha soliq to'lashga majbur bo'lish yoki aksincha, soliqdan qochishda gumon qilinish holatlari paydo bo'lishi mumkin. Uchinchidan, kim xavotirlanishi shart emas. Agar siz yaqinda, masalan, 2023 yilning o'rtalaridan keyin ko'chmas mulk sotib olgan bo'lsangiz va u avtomatik ravishda yangi elektron tizim orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, siz xavotirlanishingiz shart emas. Chunki sizning ma'lumotlaringiz allaqachon yangi tizimga kiritilgan. Shuningdek, davlat tasarrufidagi yoki kommunal mulk bo'lgan obyektlar egalari, agar ular mulkchilik huquqini o'zgartirishni rejalashtirmayotgan bo'lsalar, bevosita fuqarolar sifatida bu jarayonga jalb qilinmasliklari mumkin. Lekin baribir, har ehtimolga qarshi, o'zingizning ma'lumotlaringizni tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Masalan, siz shunchaki ijarada yashovchi fuqaro bo'lsangiz va mulkdor bo'lmasangiz, hamda davlat tomonidan hech qanday subsidiya olmasangiz, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Endi esa ushbu yangi qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozik nuanslar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki rasmiy e'lonlarda barcha detallar doim ham ochiqlanmaydi. Birinchi istisno, yangi qurilgan, foydalanishga topshirilgan va dastlabki ro'yxatdan o'tkazilayotgan mulklar. Agar siz yaqinda yangi qurilgan uy yoki kvartira sotib olgan bo'lsangiz va uni ilk bor ro'yxatdan o'tkazayotgan bo'lsangiz, bu jarayon yangi tizim orqali avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Sizga maxsus qo'shimcha harakat qilish shart emas. Lekin shunda ham elektron tizimdan o'zingizning mulkingiz ro'yxatdan o'tganligini tekshirib qo'yish ortiqcha bo'lmaydi. Bu asosan yangi qurilish loyihalarida sotib olingan kvartiralar va uylarga taalluqlidir. Ikkinchi istisno, mulkchilik huquqi bo'yicha nizolar mavjud bo'lgan mulklar. Agar sizning mol-mulkingizga nisbatan sud muhokamasi ketayotgan bo'lsa yoki mulkdorlar o'rtasida nizo mavjud bo'lsa, bu holatda ro'yxatdan o'tkazish jarayoni sud qaroriga yoki nizoni hal qilishga qadar kechiktirilishi mumkin. Biroq bu sizga ushbu vaziyatni e'tiborsiz qoldirish huquqini bermaydi.
Siz sudga murojaat qilinganingiz yoki nizo borligi haqidagi hujjatlarni tizimga kiritishingiz yoki tegishli organlarni xabardor qilishingiz kerak bo'ladi. Aks holda, sud qarori sizning foydangizga chiqqanda ham, mulk ro'yxatdan o'tmaganligi sababli uni tezda rasmiylashtira olmasligingiz mumkin. Qaltis jihatlar va tez-tez uchraydigan xatolar. 1. Elektron imzo yo'qligi. Ko'pchilik fuqarolar hali ham elektron imzoga ega emaslar. Yangi tizimda aksariyat operatsiyalarni masofadan, onlayn tarzda amalga oshirish uchun elektron imzo talab etiladi. Agar sizda elektron imzo bo'lmasa, uni oldindan olishingiz kerak. Uni davlat xizmatlari markazlaridan yoki onlayn ravishda olish mumkin. Elektron imzoni olish jarayoni bir necha kunga cho'zilishi mumkin. Shuning uchun bu ishni kechiktirmang. 2. Eski hujjatlardagi xatolar. Ba'zan qog'oz shakldagi kadastr hujjatlarida yoki mulkchilik guvohnomalarida texnik xatolar, ism-sharifdagi harf xatolari yoki raqamlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Yangi tizimga ma'lumotlar kiritilganda bu xatolar avtomatik ravishda o'tkaziladi va kelajakda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotlarni kiritish yoki tasdiqlashdan oldin barcha hujjatlaringizni diqqat bilan tekshiring va har qanday noaniqliklarni aniqlang. 3. Bir nechta egalikka oid mulklar. Agar mulk bir necha shaxsga, masalan, er-xotinga yoki bir necha merosxo'rga tegishli bo'lsa, har bir egasi o'z ulushini yangi tizimda tasdiqlashi yoki ro'yxatdan o'tkazishi shart. Faqat bitta egasining ma'lumotlarini kiritishi yetarli emas. Barcha egalar birgalikda yoki tegishli vakolat bilan harakat qilishlari kerak. Misol uchun, bir uy 3 aka-ukaga meros bo'lib o'tgan bo'lsa, ularning har biri o'z ulushiga oid ma'lumotlarni mustaqil ravishda kiritishi yoki vakil orqali kiritishi shart. Agar bittasi e'tiborsiz qoldirsa, butun mulk bilan bog'liq tranzaksiyalar qiyinlashishi mumkin. 4. Noqonuniy qurilishlar yoki rekonstruksiyalar. Agar sizning mulkingizda ruxsatsiz qurilishlar, qo'shimchalar yoki rekonstruksiyalar mavjud bo'lsa, bu ma'lumotlarni kiritishda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Eski qog'oz hujjatlarda bu narsalar aks etmagan bo'lishi mumkin. Ammo yangi tizimga kiritishda yer maydoni yoki bino o'lchamlaridagi farqlar aniqlanib, ro'yxatdan o'tish jarayoni to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu holatda avval noqonuniy qurilishni qonuniylashtirish yoki belgilangan tartibda rasmiylashtirish talab etiladi. Sezilmas nozik nuanslar. 1. Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi. Yangi tizim ma'lumotlaringizni qanchalik himoya qiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Hukumat ma'lumotlarning shifrlanishi va xavfsizligi yuqori darajada ta'minlanishini ta'kidlamoqda. Biroq har bir fuqaro o'zining elektron imzosi va shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishga mas'ul ekanligini unutmasligi kerak. Parollarni kuchli qilish, elektron imzoni hech kimga bermaslik kabi elementar qoidalar muhim. 2. Baho berish mexanizmi. Yangi tizimda mulkning bahosi ham avtomatik tarzda hisoblanishi mumkin. Bu kelajakda mulk soligi, garov qiymati va boshqa moliyaviy masalalarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun mulkingizning to'g'ri baholanishiga e'tibor bering va agar baholashda xatoliklar bo'lsa, shikoyat qilish imkoniyatidan foydalaning. 3. Texnik yordam va murojaatlar. Yangi tizimga o'tish davrida texnik nosozliklar yoki savollar paydo bo'lishi tabiiy. Tizimda qanday qilib texnik yordam olish, murojaat qilish yoki shikoyatlarni qoldirish mexanizmi borligini bilish muhim. Odatda bu uchun maxsus kon markazlar yoki onlayn chatbotlar tashkil etiladi. Ularning raqamlarini yoki manzillarini bilib oling. Endi esa, hurmatli tomoshabinlar, eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar, ya'ni siz nima qilishingiz kerak. Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1 qadam elektron imzo oling. Agar sizda hali elektron imzo bo'lmasa, bu sizning birinchi va eng muhim vazifangizdir. Uni olish uchun davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz orqali ham onlayn tarzda elektron imzo olish imkoniyati mavjud. Imzo olish uchun pasportingiz va tegishli to'lov agar mavjud bo'lsa, talab etiladi. Bu jarayon bir necha soatdan bir necha kungacha vaqt olishi mumkin. Shuning uchun 5 maygacha ulgurish uchun hozirdan harakatni boshlang. 2 qadam mulkingiz ma'lumotlarini tekshiring va yangilang.
Yagona davlat kadastri ma'lumotlar bazasida o'zingizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshiring. Buning uchun quyidagi qadamlarni bajaring. AMI.gov.uz portaliga kiring va imzo orqali ro'yxatdan o'ting. B. Kadastr va ko'chmas mulki bo'limini toping. C. Ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish holatini tekshirish yoki shunga o'xshash xizmatni tanlang. D. Ko'rsatilgan joyga o'zingizning pasport ma'lumotlaringizni, kadastr raqamingizni, agar bilmasangiz, mulkning manzili orqali qidirishingiz mumkin, kiriting. Agar ma'lumotlaringiz yangi tizimda mavjud bo'lsa va to'g'ri bo'lsa, sizda hech qanday muammo yo'q. Faqat ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlashingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotlar mavjud bo'lmasa yoki noto'g'ri bo'lsa, kadastr ma'lumotlarini yangilash kiritish xizmatini tanlang va kerakli hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yuklang. Bu hujjatlar sizning pasportingiz, mulkchilik guvohnomasi, kadastr pasporti va boshqa tegishli hujjatlar bo'lishi mumkin. Hujjatlarni yuklayotganda ularning sifati va o'qilishi mumkinligiga e'tibor bering. Har bir hujjatni aniq va ravshan qilib skanerlang. 3 qadam subsidiya oluvchilar uchun qo'shimcha qadam. Agar siz davlatdan uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiya olsangiz yoki yaqin kelajakda uni olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, AMI.gov.uz portaliga kiring va imzo orqali ro'yxatdan o'ting. B. Ijtimoiy himoya bo'limini toping. C. Subsidiya olishga ariza berish yoki subsidiya ma'lumotlarini yangilash xizmatini tanlang. D. Sizdan talab qilingan barcha shaxsiy ma'lumotlarni, oilangiz a'zolari haqidagi ma'lumotlarni, daromadlaringizni va boshqa zaruriy ma'lumotlarni to'ldiring. Bu yerda sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda yagona davlat kadastri tizimidan tortib olinishi kerak. Agar biror muammo yuzaga kelsa, kadastr ma'lumotlaringizni tekshirish uchun 2 qadamga qayting. Arizani to'ldirgandan so'ng uni elektron imzo bilan tasdiqlab yuboring. Arizangizning holatini portal orqali kuzatib boring. 4 qadam. Agar onlayn tarzda imkoni bo'lmasa, davlat xizmatlari markazlariga DXIM murojaat qiling. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa, elektron imzo olish yoki onlayn platformada ma'lumotlarni kiritishda qiynalsangiz, bevosita o'zingizga yaqin bo'lgan davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Qaysi hujjatlarni olish kerak? O'zingiz bilan pasportingizni, mulkchilik guvohnomasi, kadastr hujjati, turmush o'rtog'ingizning va voyaga yetmagan farzandlaringizning pasport yoki tugilganlik guvohnomalarini, shuningdek, agar mavjud bo'lsa, nikoh guvohnomasi, meros guvohnomasi yoki oldi-sotdi shartnomasini olib boring. Subsidiya masalasida esa daromadlar haqidagi ma'lumotlar va oila a'zolarining ish joyi to'g'risidagi ma'lumotlar ham kerak bo'lishi mumkin. DXIM xodimlari sizga barcha jarayonlarni tushuntirib berishadi va ma'lumotlarni tizimga kiritishingizga yordam berishadi. Ular sizning elektron imzoingiz orqali ma'lumotlarni kiritib, sizning nomingizdan arizani tasdiqlab berishlari mumkin. 5 qadam. Muammolar yuzaga kelsa nima qilish kerak? Agar siz kadastr ma'lumotlarida jiddiy xatolar aniqlasangiz, ularni o'zgartirish uchun DXIMga yozma ariza bilan murojaat qiling. Ariza nusxasini o'zingizda qoldiring. Agar sizning murojaatingizga yetarlicha javob berilmasa, yuqori turuvchi organlarga, masalan, Adliya vazirligi, kadastr agentligi yoki xalq qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Har bir murojaatingizga rasmiy javob olishga harakat qiling. Hurmatli fuqarolar, unutmang, 5 may juda yaqin. Ushbu ma'lumot sizning kelajakdagi moliyaviy va huquqiy barqarorligingiz uchun o'ta muhimdir. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, keyinchalik ko'proq vaqt, asab va mablag' yo'qotishingiz mumkin. Har bir holat alohida, ammo asosiy tamoyil bir xil. O'z mulkingizga egalik huquqini va ijtimoiy himoya kafolatlarini raqamli tizimda mustahkamlang. Umid qilamanki, ushbu video sizga barcha kerakli ma'lumotlarni yetkaza oldi. Yana bir bor takrorlayman. Diqqatli bo'ling, o'z vaqtida harakat qiling. Ushbu videoni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'shnilaringizga ham ulashing. Bu ma'lumot qancha ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat va o'zingizni asrang.